Padişahın yarlığını kördüңlar mı? Rastlı dana kırar boptu. Biz icariga ağuşlarmı pul alaydık emiz. Şundak. Tinchlaninglar. Acaba hammanglar yo'l yasashga qo'shilamizmi? Biz bevosita naydi yuqori to'liqlimi alaydik emiz. Yaxshi-ku. Tağa, dehqon yerga tayinidi. Yer bo'lmasa, sizlar keyin turmushinglarni qanday davomlashtirasiz? Pul bo'lsa nima ishni bijirgil bo'lmaydi deysa. Mollam, biz yanala o'rdiga berib podshoh bilan ko'rishib baqayli. Acaba podshoh o'zini o'zi inkor qilarmi? Rostli ahmoqkansizlar. Şah alelri. Abbas, bundoq vaqtda kirmisan bo'lmabdi. Kechirsizlar Shah alelri. Nasriddin bilan Qodir molam sizlar bilan ko'rishni o'tinib atadi. Bu vaqtgacha ko'rishmayman. Shah alilari, ularning kelishida cho'qim muhim ish bo'lsa kerak. Yana ularni qabul qilib, nima ish ekanligini so'rab baqan bo'lsizlar. Undaqda ular kirsin. Shah alilari. Sizlarning nima ishinglar bor? Shah alilari, hozir xalq yo'l yasash ish to'g'riliq har xil qarashda bo'lyapti. O'zlarining berib ko'rib tekshirib baqilari yo'qmi? Meningcha bunday qilishning hojati yo'q deyman. Cho'qim xalqning qo'llashiga erishgandi. Shah alilari, albatta bir qism odamlar qo'llayotdi. Biroq alilari yanala o'zlari xalq orasiga tushib ko'rib baqanlari yaxshiroq. Shah alilari xalq orasiga berib ko'rib baqslar. Xalqqa ziyon soldigan ish yuz berib qolmasin yana. Bo'ladi. Undaqni men bir tekshirib baqay. Nasriddin, Qodir molla, men seni sharbat ichishga taklif qilaman. Mijit, o'shur. Sizlarning bu nima qilganinglar? Biz sharbat ichib qolmay, yana non, polo, kofido. Tağa, bugun bira bayrammi? Pat arada biz boyib ketimiz. Yardım bizga to'liqmi pul berdi. Buloqandan xajlash kerak. Men do'konga nurg'ulgan yaxshi narsalarni kirgizdim. Keling. Men sizga aytmoqchi kerak. Bundoq amga qilmay lag'aylab yuradigan ishni cho'qim to'sishimiz kerak. Tapdim. Mushundoq mo'l-usulliq manzuri tursa, buni tekshirishning hojati bormi? Ha? Bu alilari, biz yanıla aldığımızga menib ko'gash deyishayli. Nima degan cho'ng ekizdorliq. Chapsan yig'olmasa hamsiyaga tushib sesib ketmandi. Abbas, sen berib uningni so'rab baq demishqa ishlamaydi-ki. Ma'qul. Hey, qo'pa. Nima bo'ldi? Men uxlayapman. Texi uxlayapsan. Mo'l-usulni yana yig'maydigan bo'lsang, hammasi yerga tushib sesib ketadi. Sesib ketmamdi. Nima? Bu nima degan afsuslarlik ish? Usullarni hamma sesib ketsa, sen bu yillik usulni ololmaysan-da. Sen kim? Nima bu ishlarga kol bo'lib ketdi? Men biz So'fiyani ziyorat qilyapmiz. Salohiyatimizni oshkorlasak bo'lmaydi. Undaqda aka, nima ish usulni yig'maysiz, ha? Bunchalik usul sesib ketsa nima bo'ladi? Bizmi yerimiz bo'lmasa, xotirjam kun kechirmamdik. Podshoh bizga to'liqmi pul berdigan tursa. Mushundoq ish bo'lamdi. Men uni adablab qo'yay. Meni to'sma. Biz ziyoratimizni boshladik. Yoki bo'lmasa yana oldimizga berib ko'rib baqayli. Tez kelib non elib elinglar. Hozirli to'nurdan chiqqan o'xshagan non. Tez kelib non elib elinglar. Nima degan mezillik? Tez kelinglar. Rostli qo'sqimashdi. Hozirli to'nurdan. Men berib ko'rib baqay. Hey, bola, qancha tenga? Bir non 10 tilla. Undaq bo'lsa, samsichi. Samsi 20 tilla. Nima unda qimmat?
sen qalaymagan bağı üstüpsen. Yaqindala ko'pchilikning hammasida pul bor bo'ladi. Ochliqni teriydigan odam bo'lmasa, albatta non qimmat bo'ladi. Aleyleri, ben onun bilen baha talışıp bakay. Hey, bala, mening o mehminim nahayta hürmetlik. Bana azanıraq setip bergen. Bulamdı. Bo'ladi. 8 tilla. Tilla kam bo'lgandan keyin azroq o'shitib olay. Endi sizlarni o'yininglarni ko'raylik. Xotirjam bo'lgin, qarab turgin. Ay bala, esil sharbat nallanib kel. Bo'ladi, mana hozir. Bu yaxshi kunlar. Ajabmi osonlik keldi. Yeb bo'lgandan keyin daryo bo'yiga berib beliq tutayli. Qanday? Beliq tutish yaxshi ish ku, ha? Yo'q, undaq emas. Beliq tutish emas, beliq qisish. At. To'g'ri. Ot menigili borayli, ot menigili. Bo'ladi, at menigili borayli. Hay bola, hisobotni yozib qo'ygan. Podsho yer to'liqning pulini berganda ondan to'layman. Sharbatli ichsan nima degan ma'nisiz? Yo bo'lmasa ikki qo'l qimar o'ynamdi. Sizlar ikkili odam bo'lsa bek oz bo'ladi. Amisi ikkinglar biz bilan o'ynash beramizlar. Nima? İşkınlarını dağıtımız, kiralar birle oynaylı. Bu adamlar asla emgekten zerikipti o. Amal yok, teriydiğen yerimiz yok, kılıdığan işimiz kalmadı. Ay, hammasi mecburluqallıqdı. Biroq bizning pulimiz bor bo'ldi, o'yini saqlayib bo'pti. Sizlar! Men asla qo'ymay qoldim. Nasırdan, yaxşı qıldın oğlum. Boşuna qılğanda padişah qararını özgərtəm o, hə? Xotirjam bo'linglar, masala chiqmaydi. Oy, Mijitkan bilan o'shirmay mı kepti o, hə? O'shir taqa, Mijit taqa. Biz... Ishqonlar yana mushunda qilaversanglar, tangilarning hammasi tugaydi. Elimi xəşləb tügətdi. Nasırdan, bizga yordam qilsang, biz yerlarimizni qaytirib olgan bo'lsak. Xotirjam bo'linglar, Shohim cho'qim yerni o'tkazib olishni bekor qiladi. Shoh aliyleri nimish qiyorliq tushirmaylar. Qararımni o'zgartsam, puralar men to'g'riliq so'z cho'chak qilsa, mendek podshohning yuzi bo'lmaydi-da. Aliylarning obro'yi, puhralarning kunini yaxshilash, qo'sig'ini to'q, xotirjam qilish orqali tiklanadi. Yo'l yasashda mu ahamiyatli. Xonishning degani yo'lliq. Undaqda men kichikina obro'yini qayirib qo'yib, cho'ng obro'yini o'ylay. Bu yo'lni yasamayli. Dehqonlarmi o'z yerlarini tersin. Pekir buni hozirla yetkazman. Abbas, men de seni bu ishni qildimsam, sen yorliq yetkazman deysan-ku. Pekir izchil bu xabarni kutayotgan tursan. Ha, bu Abbas desa, tez yorliq yetkaz. Ben yaxshi oldu. Rasulullah shunda qish bo'lsa, podshoh kepida turmaydi ekan, juma. Kimni da'vatsiz? Yürü. Padişah yine verip beni bırakıttım da Pekir. Yürü. Ben ulug' podshohni nima deylar? Rasulullah ulug' dono ekan. Tez men. Tez bo'ling.